Salom onajonginam, yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam ham, ukalarim yurgandir xushvaqt. Salom onajonginam, yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam ham, ukalarim yurgandir xushvaqt. Boshim uzra yulduz charog'on, chegarada turibman sergak. Yurt bo'lsin deb tinch va farovon, doim bedor uradi yurak. Yurt bo'lsin deb tinch va farovon, doim bedor uradi yurak. Salom onajonginam, yana sizga yozmoqdaman xat. Askar bo'lib ulg'aydim bugun, ona vatanni durangladim. Jonim fido el yurt uchun, mard bobolar yo'lin tanladim. Salom onajonginam, yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam ham, ukalarim yurgandir xushvaqt. Salom onajonginam, yana sizga yozmoqdaman xat. Onajonginam, sizga mehrim tilagimda jam. Qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin, eng ulug' va eng aziz bayram. Salom onajonginam, yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam ham, ukalarim yurgandir xushvaqt. Xayr onajon, doimo tinch bo'lsin ko'nglingiz. Ukalarim yurgandir xushvaqt. Xayr onajon, doimo tinch bo'lsin ko'nglingiz. Va baxtimga bo'ling sog' omon, salom bilan askar o'g'lingiz. Xayr onajon. Biz sodiqlarimiz shoxsda. Yurt bo'lsin deb tinch va farovon, doim bedor uradi yurak. O'z uyimizni o'zimiz asrash uchun qo'limizdan kelgancha jang qildik. Dushmanni chetga uloqtirib tashladik. O'sha paytda bilsang kelgani nonimiz,
Keyin butunroq formamiz ham yo'q edi. To'g'ri, Sobirjon, gapingiz to'g'ri. To'g'ri. Shohista, sen shaharda yashamoqchimisan? Yaxshi, yaxshi. Jiyanim Ahrorga aytaman. Hammasini yes qiladi. Sobirjon, Tashvishlanma. balki bu ishni xudam hal qilarlar. Qudangiz? Ha? Qudangizchi chizgan chizig'imdan chiqa olmaydi. Istasam, o'tiring. Istasam, shu qudangizni ham zolim feodalligini fosh qilaman. Lekin Siz unday qilmaysiz. Assalomu alaykum. Men siz bilan xayrlashgani keldim. Olsun qizim. Men o'g'lingiz bilan ajrashyapman. Bunday xunuk gapni aslo tilingizga olmang qizim. Men sizni bolam deganman. Siz meni dadam degansiz. Nabiramdan meni judo qilishga qanday ko'zingiz keladi? Lochin aloqaga, Lochin, men qoplonman. Archazor tekshirildi. Hamma yoq toza. Oxirgi obyektdamiz. Yaxshi, kutamiz. Aloqa tamom. Ikkinchi guruhga qo'shing. Sizni ham tashlab ketamanmi? Voy, meta. Gapni ko'paytirmang. Borib ayting. Vertolyotlar kelguncha qo'poruvchilarni chegaradan o'tkazishmasin. O'rta leytenant shu gaplarni ularga radio aloqa. Bo'lmayapmiz. Buyruqni bajar. Xo'p bo'ladi. Ketlash. To'xta! Tashla qurolni! Tashla! Oldinga! Sekin! O'tir! Osiyat. Biz sodiqlar. Nizomga binoan ishlaymiz. Bizni vijdonimiz pok. Vijdon? Voy. Vijdon deydi ya. Nahotki shu gap rost bo'lsa, sodiqlar xonadonida men polkovnikman. Xo'p, dada, lekin javob bermasam bo'lmaydi. Hozir qaytaman. Gapiring, Japorov. Gaplashganingizni chidamadim. Hatto ko'zlarimga chiqara olmadim. Harbiylarni dunyoga keltirdim deb quvonib yashardim. Bu bebosh bolalar esa xo'shin bo'lib chiqishdi. Dada! Bardam bo'ling. Hammasiga men aybdorman dada. Hammasi meni deb bo'ldi. Sarvar akam doim xalq bilan yuzma-yuz kelganimda sen bilan qizim ko'z o'ngimda bo'lasizlar. O'zimni sizlar uchun asrayman derdilar dada. Xushxabar bor. Qanday xushxabar? Operatsiya muvaffaqiyatli o'tibdi. Xayriya. Bolalarim, ona yurtda xalqi uchun jon fido qilgan askar hech qachon dushman oyog'i ostida xor bo'lmaydi. Chunki u o'zining
oilasining jonligi uchun kurashmaydi. U millionlarning tinch farovon hayoti uchun kurashadi. Ofitserlar bizning yelkamizda ulug' burch, yuksak vazifa va buyuk ehtirom turibdi. Spektaklni topshirdik. Bu kunga yetishi o'zi bo'lmadi. Hammaga rahmat, ustozlarimizga, barchaga rahmat. bizni qo'llab-quvvatlagan hammaga rahmat. Boringlar shukr. Rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Tabriklayman hammani tanam kursdoshlar. Omad. Umid qildi.